Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigorim, bizlarni yedirip içirip Müslümanlardan kılıp koygan Allah'ımga şükür. Onadanga peygamberge dasarxandı mol göl, yegen şeylerimizni behesap, bergen naz nimetlerini elhamdülillah Xudoga şükür dep keng per ketmez devletimiz. Allahu ekber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebtar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulullah. Parvardigorim, qilingan shukrona aqiqa ihsonni, o'qilgan to'la hatmi Qur'onimizni, hatmi sag'irlarimizni, mana bu o'qilgan tilovat Qur'onlarimizni o'zingni rozing uchun o'qildi Parvardigorim. O'z dargohingga qabul etgin. Savob samarasini avvalo payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga va shu xonadondan avvaliy oxir umidvor o'tgan barcha umidvorlari, barcha o'tgan avlod, ajdodlari, ota-avlod, onalar, bobolari, mamalari, kota-katalari, xususan Haydar buvomiz ruhlariga, xolam ruhlariga, Qur'onlar akam ruhlariga, opamiz ruhlariga, bu kelinlarimiz tomonidan qudandalar tomon o'tgan barcha umidvorlarni ruhlariga baxsh etib Parvardigorim. Mana bir singlimiz o'tgan ularni ham ruhlariga baxsh etib Parvardigorim. Hammalarning ham joylari jannatda bo'lsin. Qabrlarini yorib, yeru nur, sog'liqlarni oson qilmagin. Jannatda rahmat diydonini ko'rmoqqa musharraf etgan. Bandachilik qilib, bilib qo'ygan gunohlari bo'lsa, xatolari bo'lsa, shunday ulug' kunlarda haq hurmat o'zing afv etib ulardan rozi bo'lgin. Ulardan farzandlaridan, oila a'zolaridan rozi bo'lsin Parvardigorim. Allohim o'ziga benihoya shukrlar keltiramizki, mana Nosirbek ukamizga ajoyib bana farzand beribdi. İsimlari nima qo'ydilar? Muhammad Amin. Muhammad Amin qalam ismlari ham chiroyli ism qo'yishdi. Avvalo mana shu aqiqa jonliga Azizbek Nosirbek o'g'li Muhammad Aminga juniga, qoniga, go'shtga butun vujud yuziga badal bo'lsin Parvardigorim. Shu so'yilgan aqiqa ihsoni shu Nosirbek o'g'li Muhammad Amin bilan jahannam o'rtasiga fido bo'lsin Parvardigorim. Allohim shu ihson barakotdan bu yigitchamizni avvalo umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, kelajakda baxtli, saodatli, iymonli, e'tiqodli, taqvoli inson bo'lsin Parvardigorim. Allohim Tah ömrünü ahiret özünge amanat. Su balondan, ot balondan bemahal ölümünden, bevakt kasandan, türlü bela kasa apalardan, samavi arazi hastalardan, yaman niyetlerden, insi cins dev perinzelerden öz panahını özüne aslagın. Bu yigitçamiz hudalsak gelecekte babalarına okşab, mana şu dinimizge, hakkımıza hizmete acayip insan bo'lsin. Allah'ın kelamını yad alıp hafızı Kur'an mürettep qarib olsun. Dedelerini, analarını, ustazlarını, babalarını cennete akırsa sebepçi bo'ladigan, cennette altın taç kiydiradigan hafızı Kur'an mürettep qarib olsun Parvardigorim. Allah'ım ularning baxtiga dadajonini ham, ayajonini ham umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Allohim juda ham ko'pgina solihga farzandlar ato etsin Parvardigorim. Bulardan baxtiga Azizbekni ham, kelinni ham, bu qudandalardan Allohim umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Doim yaxshi kunlarda duo qilib, sog' salomat yursin Parvardigorim. Alloh mana chiroyli masalalar bo'ldi, mana chiroyli yaxshi bir fandi nasihatlar bo'ldi Parvardigorim. Bu masalalar shu savobini ham Alloh barcha o'tgan ruhlarga baxsh etdik. Bu qora akamiz ham umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Mana shu shunday insonlarni tarbiyalagan ota-onalardan, ustozlardan Allohim rozi bo'lsin. Juda ham ko'p ta qiyomatgacha juda ham ko'plab shogirdlar chiqarib, ana shunday o'zlarini ham farzandlaridan ham mana bizni Sherzodbek ham shunaqa shogird, ashaga shogirdlar juda ham ko'plab chiqarib Parvardigorim Allohdan roziligini topsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Allohu akbar. İltifas bo'lyapti, taqizib imtihon topshirgan borar ekan xonadonni. Duo qilib qo'ysin inshaalloh, inshaallohlarimiz deyapti, duo qilib. Amin Parvardigor. Sizni ham imtihonlardan chiroyli holatda yaxshi ilmli bilimli bo'lsin.
bizlar keladi mana xizmat qilganlar. Mana shuncha yosh o'g'illar mana qadr qimmat qilib keldilar Parvardigor. Hammalariga Alloh savobini muzoafatan ko'paytirib bersin. Yana xonadonda doim xursandchilik, yaxshilik kunlar bo'lsin. Rahmat. Rahmat bola. Şükürler. Şükürler mehmon. Şükürler. Yaşlar bor. Alaykum assalom. Qandaysiz? Yaqin keldi. Ko'rib taniydigan bo'ldi hamma. Anvarcan. Bu aha. Aha. Qo'shdi. Buni avvallari hammasi arkga tushadi. Ha, arkda tushlar. Bu eskishni albom bo'lyapti-da. Faqat O'chmaydi, tarix albom. O'sha katta ishlarni qilyapti. Buni hamma bilaverishi kerak. Hamma his qilavermaydi. Abi mahallani operatori. Mahallani arkga desa bo'ladi. Ha? Xudo xolasa. To'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi ma'noda, yaxshi ma'noda. Ko'pchilik ko'rdi. Haligi bizda haligi nimasi bor o'zini. Telegramma. O necha yildan beri yozilganlari turibdi. Telegramda. Hozir. Kecha Atina tutturdi chaqirdim da. Kecha Ali kirdi uyga. Sen oğluna çıkarsın. Kendilerizmi? Sizler, bollar. Elinizga qo'yib ko'raverasiz. Katta ko'rsatasiz. Aynen. Hocam cevap vermiyor babamla. Qanday rasmga. Anam qarang, juda zo'r oldu. Rahmat, tashakkur hocam. Yaxshilarga yana shu patlışı. Oh, oldu. Perverdigarım onu bölsün, yine atasıga yoldaş olsun. Her kim görse havas kıladagan yigit olursan Perverdigarım mana shunchalik mehribonlik qilib keldilaring. Umrlaringga, rizqlaringga Alloh baraka bersin. Dikonchilaringga Alloh baraka bersin. Qilayotgan kasb-korlaringga yo'lda yuribsizlar Perverdigarım. Har xil balo qazolardan o'zi saqlasin. O'zi bersin, kam qilmasin. Xonadonlaringga doim yaxshi kunlarda ato etib, o'zidan begona. Alloh.